Muborak Ramazon oyining munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi Prezident qarori qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasining Prezident qarori. Xalqimiz asrlar davomida ezgulik, saxovat, sabr-qanoat, mehr-shafqat oyi sifatida nishonlab kelgan muborak Ramazon oyi bu yil butun dunyo koronavirus infeksiyasi tarqalish oqibatida yuzaga kelgan murakkab epidemiologik vaziyat davom etayotgan og'ir bir davrga to'g'ri kelmoqda. Ana shunday qiyin sharoitda ham muqaddas dinimiz buyurgan ibodat amallarini uyda, oila davrasida ado etib kelayotgan yurtimiz mo'min musulmonlari ushbu fazilatli oyni yaratganning cheksiz rahmati va mag'firati belgisi sifatida ertangi kunga katta ishonch va xursandchilik bilan kutib olmoqda. Muborak Ramazon oyining jamiyatimizdagi ma'naviy-ruhiy barqarorlikni mustahkamlash, hozirgi murakkab sinov va mashaqqatlarni xalqimiz butun jahon ahli bilan o'zaro birlik va hamjihatlikda yengib o'tishdagi ahamiyatini inobatga olgan holda hamda muqaddas islom dinini insonparvarlik mohiyatini, uning tinchlik, bag'rikenglik, shukronalik kabi oliyjanob g'oyalarni keng targ'ib etish, diniy, ma'rifiy, madaniy qadriyatlarimizni asrab-avaylash va ulug'lash maqsadida. 2020-yil muborak Ramazon oyining boshlanishi 24-aprel kuniga to'g'ri kelishi haqidagi O'zbekiston musulmonlari idorasining axboroti ma'lumoti uchun qabul qilinsin. 2. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari, Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi hamda boshqa jamoat tashkilotlari o'zaro hamkorlikda Ramazon oyini karantin qoidalariga qat'iy rioya qilgan holda uy sharoitida, oila davrasida o'tkazishlari uchun zarur sharoitlar yaratishga yo'naltirilgan barcha chora-tadbirlar amalga oshirilsin. Ayniqsa, yordamga muhtoj va ehtiyojmand shaxslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, oilalar va mahallalarda mehr-oqibat va o'zaro hurmat muhitini mustahkamlash bilan bog'liq tashkiliy chora-tadbirlar yanada kuchaytirilishiga ahamiyat berilsin. 3. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi, O'zbekiston Milliy axborot agentligi va boshqa ommaviy axborot vositalariga mavjud epidemiologik sharoitdan kelib chiqib diniy ma'rifiy ruhdagi onlayn suhbat va ma'ruzalarni tashkil etish, bu yilgi Ramazon oyini uy sharoitida o'tkazish bilan bog'liq tadbirlarni yoritish tavsiya etilsin. Mazkur qarorni ijrosini nazorat qilish O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Oripov zimmasiga yuklansin. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Toshkent shahar, 2020-yil 20-aprel.